Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana 2025-yil 16-aprel. 16-aprel. Mana en ertaki gilos. Bizim mahalliy tilda mayski gilos deyiladi. O'zimizni changlatuvchi gilos. Ko'paytirish maqsadida ko'chatni ko'paytirib ham sotyapmiz. Mana xudo xolasa oldi mevalar pishishni boshladi mana. Qizarib. Bir tupda emas, mana boshqa tuplarda ham mana qizarib pishishni boshladi mana. Oldi mevaga geldi mana. Mana pishishni boshladi. O'tgan yil ekilgan ko'chatlari mana. Mana holati. Mana. Oldi mana yesa bo'ladigan holatda bo'lib pishdi mana. Dolayı buni ko'chatlarni bilan payvand qilib ko'paytiramiz. Aloqaga chiqarasizlar mana. Mana oldi mana pishgani, qushlar ham yebdi mana. Cho'qib oldini. Dolayı buni ko'chatini ham do'sa bir payvand qilib ko'paytirishni boshlaymiz. Bir yil ko'chatlar bor edi. Sotdik. Do'sa kelasi yilga ham ko'chati tayyor bo'ladi.